yana yuzidagi harir pardasini olib peshonasidan o'pib qo'yadi. Astag'firulloh. Biza iboli, hayoli bir asl qadriyatlarimiz qadrlanadigan bir yurtni, bir go'zal jannat makon O'zbekistonni insonlarimiz bu. Milliy qadriyatlarimiz yanada qadr topishi o'rniga biza kimga ergashyapmiz? Bu holatlar juda xunuk emasmi? Aslida kelin salomlar qanday bo'lishi kerak? Mening fikrimcha, bu oilaviy marosim. Kelin oila a'zolariga salom qilib, ular bilan tanishishi marosimi emasmi? Kuyov tomondagilar ham kelinga hadyalar berishadi. Oilaviy o'tadigan bu marosimlar juda katta bir to'yxonalarda, kafelarda, restoranlarda o'tkazilyaptiki, bunga amma xolalar ham qo'shiladi va boshqa qo'ni-qo'shni qarindoshlar qo'shiladi. Kelin tomondagilar sovg'a berar ekan, ammasiga unaqa, xolasiga bunaqa chiqib qolsa, o'sha yerda janjal bo'lib ketgan holatlarni ham guvohi bo'lganmiz. Mana shu holatlar barham topishi uchun shunchalik prezidentimiz tomonidan to'ylarni ixchamlashtiraylik degan paytda bunaqa marosimlarga chek qo'yish o'rniga nimaga bunaqa bachkana qilib yuboryapmiz? Shu to'g'rimi? Biz kelgusi avlodga qaysi bir milliy qadriyatlarimizni, urf-odatlarimizni meros qilib qoldiramiz? Bugun o'sayotgan bolalar kundan kunga har xil urf-odatlar kirib kelayotgan bir marosimlarni qaysi biri asl ekan, qaysi biri keyingi bo'layotgan marosim ekanligini bilmay ulg'ayishyapti-ku. Biz o'zimiz shunaqa holatlarni ularga tanishtirganimizda ular qaysi birini qabul qilsin? Axir bu milliy qadriyatlarimizga, omonatga xiyonat emasmi? Azaldan avloddan avlodga o'tib kelayotgan chiroyli udumlarimiz qayerda qolyapti? Mana shunisi juda ham achinarli. Mana shu holatlarni barham topishini bir yoqadan bosh chiqazib, hammamiz amalga oshirsak, nur ustiga a'lo nur bo'lmaydimi? To'ylar yaxshi. Har kuni O'zbekistonimizda to'ylar bo'lsin. Lekin to'ylarni ham bir tarbiyaviy tomoni bo'lishini men juda ham istayman. Siz ham o'z fikrlaringizni aytsangiz xursand bo'laman.